Assalomu alaykum. Mana bugun 16-oktyabr 2025-yil biz Velosagro jamoasi O'rta Chirchiq Do'stlikdamiz. Dilshod akaning dalalarida. Bu joyga Klaus kompaniyasining Driver degan shirin makka duragayi ekilgan. Dilshod aka, buni qachon urug'ini ekdingiz? Buni 20-iyulda ekkanmiz. 24-da umuman suv bosib 100% bosgan bo'lsa 2 kunda yoki 3 kunda unib chiqdi. Ha, 24-iyulda. 24-da ekkan bo'lsa 27-da unib chiqqan. Xo'p, 16-oktyabr bo'lsa, demak, hozir rovni 82 kun bo'lgan. 82 kun bo'ldi. Ekil urug' sepilganiga, sug'organingizga taxminan shunaqa 80 kunlar bo'lganda, mana 80 kunda driverimiz shunaqa holatda, go'zal holatda yetilgan. Razmerlari juda ham chiroyli kelgan, 23-24. Urug'larning to'lishlari chiroyli, qatorlarining doniq chiroyli. Ranglari ham ko'ryapmiz, juda ham chiroyli kelgan. Nima deysiz o'zingiz, mana driver qachondan beri ekansiz? Sizga balkim yoqmagan taraflari bordir. Driver sortlarimiz asosan yaxshi, boshqa nimalarga duragalarga nisbatan bu biz asosan yerga minimum ishlov beramizda. Ya'ni 2 marta yoki 3 marta diska qilib turib, narezka olib, ekib turib sug'oramiz. Endi haydov bersak yoki bo'lmasam haydasak, u vaqtdan kechib qolishimizni inobatga olib turib, shunaqa yerga asosan minimum ishlov berib turib biz ekamiz. Unib chiqishi yaxshi, yomon emas. 100% unib chiqadi. Lekin suvsizlikka yoki bo'lmasam quyoshli issiq kunlariga driver boshqa sortlarga nisbatan sal sezilarli darajada salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Lekin boshqa suvsizlikka. Suvsizlikka kun issiq kelsa, barglari sharpayib qoladi, keyin stressga tushishi boshqa navlarga nisbatan o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Lekin boshqa navlarimiz unaqa bo'lmadi. Agar suv bo'lsa muammo yo'q. Suv bo'lsa muammo yo'q. Albatta, bu yil hammamiz xabarimiz bor, suv ozgina muammo bo'ldi. Niyat qilamiz, kelasi yillarga yaxshi bo'lsin suvlarimiz. Suv umumiy holatda suv tanqisligi sezilyapti ko'p joylarda. Shunaqa. Oziqlantirish bo'yicha nima deysiz? Gektariga qanchadan oziq beryapsiz? Endi hozir mana ko'rib turibsizki, selitra biza fosfor va kaliy umuman solmadikda, faqat shuni ekib qo'ydik xolos. Azotli o'g'itlardan 2 marta, 200 kg bir marta, 150 kg bir marta jami fizik holda 350 kg atrofida selitra ketdi. Bo'ldi. Boshqa 2 marta selitra bilan oziqlantirgan bo'lsa, 3 marta qator orasiga ishlov berildi, keyin pestitsidlar bilan ishlov berish 4-5 marta amalga qurtga qarshi. Qurtga qarshi. Tushunarli. Demak, oziqani ko'p bermagansiz. Gektariga 350 kg u kam hisoblanadi makka uchun. Albatta, bu fizik holda. Endi sof holatda oladigan bo'lsak, bu sof holatda bir bitta 100 kg yoki 125 kg atrofida to'g'ri keladi. Shunaqa 150 ga bormaydi, to'g'ri. Toza azotli miqdori 150 kg ga bormaydi. Ana ko'ryapmiz, umumiy holati yaxshi. Bo'ylari 180 atrofida bo'lgan. 175, 180 gacha borgan. Donlar shakllanishi yaxshi. Asosiysi har bitta makkada don bor. Don shakllangan, razmerlar chiroyli kelgan. Shunga qaramasam, suvsiz bo'lsa ham, oziqani kamroq bergan bo'lsangiz ham, holati yaxshi bo'lgan. Shunday yaxshi bo'lgan. Shunga sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ana driver shirin makka duragayi Klaus kompaniyasining ekinglar, foydalaninglar. Iyulda o'sha oxirlarida ekib, mana oktyabrda bemalol hosilni terib olsanglar bo'ladi. Sizga ham rahmat, barakasini bersin. Salomat bo'linglar.